Yashab bersang bo'ldi, sendan boshqa hech narsa kerak emas degan gapni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bugungi obzorimiz Angren shahar 5-3 dahasidagi 9 qavatli domning 9-qavatidan bo'ladi. Bir xonali kvartira. Uyimiz aynan mana shu gapga to'g'ri keladi. Ya'ni yashab berilsa bo'ldi. Xo'p, katta eshigimizdan shundoqqina kirganimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Blogerlarimiz uchun juda ham to'g'ri keladi bu uyimiz. Chunki kirganda mana bunaqa chiroyli holatda yoki tashqariga chiqib ketayotganda ham chiroqlarni yoqib, o'zingizga qarab ketsangiz bo'ladigan. Hop, bu eshikdan demak shundoq kirib keladigan bo'lsak, kirib kelganimizdan keyin o'ng tomonimizda sanuzelimiz joylashgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Aristonlar joylashtirib qo'yilgan, hojatxonasi, dushlari hammasi zo'r, yaxshi holatda. Bundan keyin mana shkafchalari bor, qo'yib qo'yilgan. Bundan o'tamiz. E'tiborli tomoni mana bu mushukcha bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, doktor mushukcha. Yungini olib qo'yishibdi, sal boshqacha ko'rinyapti. Xo'p, oshxonaga o'tadigan bo'lsak, oshxonamizda mana xolodilnigimiz, kuxenniy garniturlarimiz, kurlerlarimiz, mana mushukchamizning ovqatlari, suvlari, hammasi mana shu joyda ko'rib turgan mebellaringiz hammasi qoladi. Jalyuzi pardalarimiz va bu oynadan shundoq qaraydigan bo'lsak, pastimizda Shoxtiyor kafesi. Shoxtiyor kafesi, trassamiz ko'rinib turadi. Bundan keyin shundoq o'tib turib asosiy xonamiz, ya'ni zalimizga kiramiz. Zalimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Televizorlarimiz bu yoqda ham, televizor yonidagi mebellarimiz hammasi qoladi. Bundan tashqari mana xonani o'zi ham ta'miriga e'tibor berasiz. Uy egalari mazah yashaymiz deb qurishgan. Hozirgi kunda Toshkent shahriga ko'chib ketishayotgani sababli uyni sotishyapti. Xo'p, konditsionerlarimiz bu ham qoladi, pardalarimiz, ko'rib turgan yumshoq mebellaringiz hammasi qoladi. Mana shu uyimizdagi barcha narsa, faqat idish tovoqlari va o'zlarining kiyimlarini olib chiqib ketishadi. Bundan keyin o'tadigan bo'lsak, mana o'rtadagi eshiklarimiz ham akfalardan. O'tadigan bo'lsak, bu yoqda mana shkaflarimiz bor va bu yoqda bir kishilik mana kravatlarimiz bor. Joylab qo'yilgan. Balkonimiz ham 1.30 ga 6 holatida. Xo'p, uyimizni ko'rdingiz. Shunchaki yashab bersa bo'ldi holatda bo'lyapti va 9 qavatli dom bo'lishiga qaramasdan ushbu domimizda liftlar ishlaydi. Bemalol yosh kattalar ham foydalanish mumkin bo'ladi. Uyga oladigan bo'lsak va bundan tashqari katta eshigimizdan shundoq chiqadigan bo'lsak, to'g'rimizda sushilkasi ham bor. Ya'ni o'sha kiyimlarni quritish uchun. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tezroq sotish uchun 22 ming deb baholashyapti. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz, akamiz o'zlari bilan kelishib turib, to'liqroq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liq ma'lumotni olib turib, uyni xarid qilsangiz bo'ladi. Shunchaki kirasiz, mana ko'rib turganingizdek, ta'mirlari ham zo'r holatda, mebellari ham. Kiyimlaringizni olib kelasiz, bo'ldi, yashaysiz. To'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Angren shahridan bir xonali kvartira qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa tayyor holatda tez jo'natib qo'yamiz.